Markaziy bank hisob-kitoblariga ko'ra, o'tgan yili banklardan kredit olgan jismoniy shaxslar soni 4.7 million kishini tashkil etgan. Bu 2023-yildagidan 18% ga ko'p. Markaziy bank sharhida aytilishicha, 2024-yil yakunida har 1000 kishiga banklar oldidagi qarz majburiyati mavjud 224 nafar mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholiga to'g'ri kelgan. 2023-yilga nisbatan 31 kishiga ortgan. Taqqoslash uchun 2020-yil boshida har 1000 kishidan 100 nafaridan ko'prog'ida bankdan qarzi bor edi. E'tibor bering, hatto koronavirus pandemiyasi davrida ham bankdan qarz bo'lganlar bunchalik ko'p bo'lmagan. Demak, atigi 5 yilda xalqimizning turmush darajasi faqat yomonlashib borgan. Chunki odamlar o'z ehtiyojlarini o'zlari mustaqil qondirish imkoniyatlari tezlik bilan qisqarib boryapti. O'zbekistondagi ishsizlik, inflyatsiya, yuqori narxlar, aholi daromadlarining pasayib ketgani musulmon xalqimizda yanada ko'proq riboli qarz olishga majbur qilmoqda. Bu davlatga qaram bo'lishni anglatadi. Davlatga qaram bo'lgan xalqni esa boshqarish osonlashadi. Bundan tashqari, Markaziy bank aholi qarzini qaytara olmasligi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishidan xavotir bildiryapti. Jumladan 2024-yilda aholining umumiy qarz yuki, ya'ni oylik daromadiga nisbatan kredit miqdori o'rtacha 34% ni tashkil etdi. Bankdan qarz olganlarning ko'pchiligi oyligining yarmini kredit to'lashga sarflamoqda. Mazkur toifadagi odamlar qarzlari umumiy kreditlarning 40% ga teng. Bu juda katta ko'rsatkich. Darhaqiqat, bu riboli kredit degan narsa xalqimiz boshiga ulkan balo bo'lyapti. Hech mubolag'asiz aytish mumkinki, odamlarning umri qarz to'lash bilan o'tyapti. Islom qonunlari bilan boshqariladigan davlatda sudxo'rlik bilan shug'ullanishga aslo yo'l qo'yilmaydi. Chunki Alloh riboni harom qilgan. Odamlar qarzga ehtiyoj sezsalar, davlat foizsiz va qurbi yetganda qaytarish sharti bilan qarz beradi. Hech kimga uning toqatidan ortiq narsa yuklanmaydi. Shuningdek, musulmonlarning turmush darajasi islomdagi iqtisod nizomi tatbiqi natijasida faqat yuksalib boradi. Bir so'z bilan aytganda, iqtisodiy farovonlikka faqat islom qonunlarini tatbiq qilish bilan erishish mumkin xolos.